Sadali. Ish qanday bo'lyapti kranda? Вас приветствует крановщик. Ish вообще zo'r bo'lyapti. Mana kichkina mini kranda ishlayapti. Hamma pul kranovchilarda degani rostmi? Yolg'on. Oyle qanday bo'lyapti? Musofirdagilarga baraka bersin. Oilalar zo'rmas, hamma musofirdagilar bilan bir xil. Allohga shukr yetib turibdi. Mana bu kranovchilarni kuzatganlar ham bor-da. Kranovchilar 150 mingdan ko'p oladimi? Bu уже konfidensialniy вопрос bo'lib qoldi. Bunaqa savollarga javob bera olmaymiz. Lekin yaxshilar olishadi, ishiga yarasha olishadi. Chunki bular nervini bekardan xarjlab yuboradi. Nervini berganning hisobiga Mana sen hozir mana bu pultovi kranda ishlayapsan-ku. Mana pulti ham bor-da senda. Buni qanday qilib boshqaradi? chap tomon kareta, to'g'riga kareta, pavoroti o'ng tomonga, chap tomonga pavorot. Mashina chap tomonga qilsa pavorot, chapga buriladi. Qani qilib ko'ringchi. Qilolmanda hozir uni maynani ko'rsatyapti-da. Ha, bo'ldi, mayna ber. Unda mayna bermaysanmi? Qayerga qarayapsan? Qo'yilmasmi? Mayna degani boshqa emas. Mira degani versiya. Mana unisi nima? Bu mayna qilganda tushiradi, bera qilganda ko'taradi. Shunisimi yo narigi tomon degan? Mana unisi. Bo'ldi. Mana hozir ham mayna ko'rsatyapti. Tushirasiz ekan. Bo'ldi. Bunaqa jahl qilib yubormayman-da.